Qadimgi Kan'on vodiysi, tonggi sovuq havo quruq o'tlar hidini olib keldi. Osmon oqarib qoldi. Yusuf alayhissalom qiya adirda turdi. Shamol uning yuzini siladi. Ko'krak qafasi sokin ko'tarilib tushdi. Yaqub alayhissalom o'g'lining yelkasiga qo'lini qo'ydi. Issiq kaft mehri butun vujudga tarqalib xotirjamlik berdi. Ota unga yupqa bo'z matodan tikilgan oq ko'ylak kiydirdi. Yangi mato hidi toza edi. 10 nafar aka uzoqdan qarab turishdi. Ularning ko'zlarida qorong'u g'azab va sovuq hasad yondi. Quruq tuproqning oyoq ostida g'ichirlashi xavf yaqinlashayotganidan darak berdi. Osmonda bitta qora qush aylandi. Yusuf alayhissalom otasining yonida ishonch bilan qadam tashladi. Kelajak sirlari hali unga qorong'u edi. Akalar uni cho'l tomonga boshlab ketishdi. Uzoqlashgan sari otaning siymosi chang ichida yo'qolib ketdi. Quyosh tikkaga keldi. Ter peshonadan ko'zga oqib tushdi. Atrofdagi issiq suvsizlik inson tomog'ini kuydirardi. Birdan akalar unga yopishishdi. Beshafqat qo'llar uning yelkalarini siqdi. Tuproqqa yuz tuban qilib yiqitishdi. Uning ustidagi oq ko'ylakni shafqatsizlarcha yulib olishdi. Kichik mato parchasi uning qo'lida mahkam qoldi. Qorong'u quduq tubiga uloqtirishdi. Sovuq toshlar yuzni tirnadi. Nam va chirigan havo nafasni bo'g'di. Tepada akalarining ustidan kulishi aniq eshitildi. Kichik yorug'lik doirasi uzoqlashib, mutlaq qorong'u zulmat bosib keldi. Yusuf alayhissalom sovuq loy ustida o'tirdi. Qo'lidagi yirtiq mato parchasini yuziga bosib, jimgina yupanch topdi. Otasining hidi matoda saqlanib qolgandi. Bu kichik issiqlik unga cheksiz sabr va yorug' iroda berdi. Uzoqdan karvon qo'ng'iroqlari sadosi eshitildi. Tuya tuyoqlari quduq yaqinidagi quruq tuproqni gumburlatib bosib o'tdi. Savdogarlar arqon tashlashdi. Yorug'lik ko'zni qamashtirdi. Uni quduqdan tortib olib, qul sifatida bog'lab qo'yishdi. Karvon Misr sari yo'l oldi. Ortda qolgan qadimiy Kan'on vodiysi chang va tutun ichida qoldi. Misr bozori odamlar shovqini quloqni batang qildi. Turli zirovorlar o'tkir hidi havoni to'ldirib yubordi. Uni saroy amaldori sotib oldi. Ulkan tosh binolar va marmar pollar oyoq ostida sovuq edi. Yillar ketinma-ket o'tdi. U kuchli va kelishgan yigitga aylandi. Ishni sadoqat bilan qilib ishonch ozondi. Saroyining qorong'u burchaklarida fitna pishib yetildi. Uni nohaq ayblab, yolg'on tuhmat bilan zindonga tashlashdi. Zindonning temir eshiklari og'ir g'ichirlab yopildi. Zanglagan kishanlar bilaklarni qonatib, sovuq tosh devorlar siqdi. Tuhmat yuki elkasini bosdi. Qorong'ulik ichida faqat kalamushlar shitirlashi va mahbuslar ingrashi eshitilib turardi. Qo'lidagi eski mato parchasi hozir ham yonida edi. Uni sekin barmoqlari bilan silab qo'ydi. Zindonda uzoq yillar kutish bilan o'tdi. Uning sabri toshlarni ham teshib yuboradigan darajada mustahkam bo'ldi. Mahbuslar uning yoniga kelib tushlarini aytishdi. U hikmat bilan haqiqatni so'zlab, ularga tasalli berib turdi. Firavunning xizmatkori zindondan ozod bo'ldi. Va'da berdi.
Ammo tez orada saroyda bu yigitni unutib yubordi. Qorong'u toshxonada yana ko'p yillar davom etdi. Tabiat tashqarida qanday o'zgarayotgani umuman ko'rinmas edi. Bir kecha hukmdor qo'rqinchli tush ko'rdi. Saroy kohinlari titrab, uning ma'nosini topolmay uzoq qiynalishdi. Shunda zindonband yigit yodga tushdi. Soqchilar og'ir temir eshiklarni ochib, uni yorug'likka olib tez chiqishdi. U saroyining baland gumbazli zaliga kirdi. Oyoq yalang tosh ustida yurib, Firavun oldiga viqor bilan bordi. Tushning ta'birini aniq aytdi. Kelayotgan ochlik yillarini va najot yo'lini hech qanday qaltirashsiz sovuqqon tushuntirdi. Firavun uning donoligiga cheksiz tan berib, butun Misr xazinasini unga to'liq ishonib topshirishga qaror qildi. Kechagi qul qimmatbaho ipak libos kiygan vazirga aylandi. Uning bo'yniga oltin zanjirlar ehtirom bilan taqildi. Misr quyoshi qizdirar, daryo suvi sekin oqar, omborlarga tinimsiz don va oltin bug'doy tashilib kelardi. 7 yil to'kinlik o'tib qurg'oqchilik boshlandi. Ekinzorlar sarg'ayib quridi. Havo chang va nihoyatda qaynoq bo'ldi. Ochlik butun dunyoga tarqaldi. Uzoq Kan'on vodiysida ham odamlar bir parcha oddiy nonga zor qoldi. Saroy darvozasida 10 nafar tanish yuz paydo bo'ldi. Ular uning akalari edi. Kiyimlari chang. Akalar uni tanishmadi. Tiz cho'kib bug'doy so'rashdi. Ularning yuzidagi qo'rquv o'tmish xotiralarini uyg'otib yubordi. Yusuf alayhissalom jim o'tirdi. Ichida bo'ron ko'tarildi. Tomog'i qisilib, nafas olishi soniyaga to'xtab qoldi. U yillar davomida asragan kichik mato parchasini barmoqlari orasida qattiq siqdi. Buyum deyarli chirigandi. Qasos olish juda oson edi. Birgina harakat bilan ularni zindonga tashlab yo'q qilib yuborardi. Lekin uning yuzida tabassum paydo bo'ldi. G'azab o'rnini cheksiz rahm shafqat va yuksak iroda egalladi. Akalar nima bo'layotganini tushunmay titrab turishardi. Saroy jimjit, faqat marmar ustidagi shamol g'uvullab turardi. U o'zini tanitdi. Barchasini kechirganini aytib, ularni quchoqladi. Saroy devorlari yig'i ovoziga to'lib ketdi. Akalar uyatdan yerga qarashdi. Qilgan gunohlari ularning yelkasini bosib, ko'z yosh bo'lib oqib tushdi. U otasiga o'z ko'ylagini berib yubordi. Bu ko'ylak hidi yillar ayrilig'ini yakunlash uchun ketdi. Yaqub alayhissalom uzoqdan ko'ylak hidini oldi. Ko'zlari ochilib ketdi. Yuziga tabassum va nur yugurdi. Butun oila Misr sari yo'l oldi. Quruq cho'l ortda qolib, yashil vohalar ko'rinib qoldi. Uzoq kutishdan so'ng ota va o'g'il uchrashdi. Ularning quchoqlashuvi tarixning eng buyuk didori edi. Yaqub alayhissalom o'g'lining yuzini silar ekan, qari barmoqlari titradi. Osmondan tushgan nurni his qildi. Yusuf alayhissalom taxtda o'tirdi. Atrofda omon qolgan xalq, adolat va tinchlik butun o'lkani qamradi. Voqea tugadi. Shafqatsizlik ustidan qilingan bu g'alaba insoniyat uchun kechirimning oliy namunasi bo'lib qoldi. Daryo yana o'z maromida oqdi. Yillar o'tdi. Lekin bu sabr hikoyasi asrlarga muhrlanib qoldi.
Siz darsliklarda ko'rmagan tarix faqat shu yerda. Safimizga qo'shiling va obuna bo'ling.